Bu ahrorlar, hur bandalar yoki oshiqlar, ularning ibodati shunday ibodatki, ularga do'zaxda ham qizig'i yo'q. Jannatda ham qizig'i yo'q. Ularga Alloh taologa bo'yin egishligini o'zi mukofot. Alloh taolo o'zini tanitib qo'yganligi o'zi ibodat. Subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar deydiganlar qatoriga qo'shib qo'yganligi uchun mukofot. U jannatdan ham, do'zaxdan ham umid qilmaydi, Parvardigorning roziligi bo'lsa bo'ldi. Mana shunday ibodat bu hur bandalar, ozod bandalar ibodati. Mana 3 ta ibodatni aytib o'tdik. Shu qaysinisiga to'g'ri kelamiz? Siz bilan biz. Har bittamiz o'zimizning kimligimizni bilamiz. O'zimizning kimligimizni bilmasak, bitta bir maslahat bor. Ibodatda, Alloh taolo bilan bo'lgan aloqamizda, iymonda qaysi darajaligimizni bilmoqchi bo'lsak, birodarlar, yolg'iz qolganimizda o'zimizni muroqaba qilaylik-da. Mana hozir birodaringizdan yotganingizdan ham chiqib ketgisi kelmaydi.